الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم زينا بزينة القرآن أكرمنا بكرامة القرآن واشف مرضانا بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن الكريم اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم Parvardigor olam xolisona qilgan tilovati Qur'onlarimizni qabul aylagin. Savobu fazilatlari bilan barchalarimizni bahramand, qalblarimizni munavvar, gunohlarimizni mag'firat qilgin. Tilovati Qur'onlarni iloho jismu jon vujudlarimizga shifo aylagin. Hosil bo'lgan savoblardan barcha o'tgan mo'min musulmonlar, xosatan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam qabrlarini munavvar, ruhlarini xushnud aylagin. Ahli baytlari, zavjay mutahharatlari, jami sahoba ikromlar, o'tgan olimlarimiz, mujtahidlarimiz, tariqati Naqshbandiya ustozlarini, alal xusus Hazrat Xoja Muhammad bobo Sammosi quddus sirruhu ustoz va shogirdlarini, qabrlarini munavvar, muattar, ruhlarini xushnud aylagin. Bu zotlarning fazilatu barakotlari bilan Alloh barchalarini qalblaridagi ezgu niyatlarga yetkazgin. Alloh ziyoratlarini qabul, qadamlariga hasanat, murodlarni hosil aylab, xonadon va kasb-kor, umr va jon rizq ro'zlariga xayr va baraka ato qilgin. Ahli xonadon farzandlarini salohiyatli qilgin, istiqomatli qilgin, ularni ko'rib ko'zlari quvonadigan, o'zing rozi bo'ladigan amallarda qilgin. Iloho barchalarini ziyoratlarini qabul, bu fazilatlardan bahramand qilib, safarlarni xayrli, barakotli qilgin. Yurtlarimizni tinch va osoyishta qilgin. Tinch va xotirjamlikni iloho tamom zaminga o'zing nozil aylagin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Fatiha.